Shamsiddin aka, bir tushuntirib bersangiz. Nimalar almashadi? Nimalar bo'ladi? Bu tomondan kelamiz mana. Aha. Qaranglar bolalar. O'zini amorzator, ha, orqa amorzatorlar. Amorzator birontasi bo'lmaydi. Biz unga mana bu Koboltni yasab beramiz, xudo xohlasa yumshoq bo'ladi. Koboltniki bu. Ha, Koboltnikini yumshoq variantda yasab berganmiz. Ha, bu qayta perkachga ham munosib qilingan, ha. Endi bu orqaga keladigan bo'lsak, bu orqa cho'loq kuturkalari. Bu radnoy o'ziniki. Ha, o'zini radnoyi bu. Aha. Juda ham yumshoq bo'lgani uchun, juda bo'sh bo'lgani uchun urib qoladi. Uning joyiga Mana bu plastik degandingiz-mi? Ha, o'shanaqa. Uning joyiga mana bundan tayyorlaganmiz. Merskan tayyorlaganmiz. Xudo xohlasa orqasi otmaydi, yurmaydi. 3 yil, 4 yil bemalol ish beradi bu. 4 yil. Orqaga qo'yiladi, ha, bu ikkita. Orqaniki bu. Mana bu oldiniki. Bu oldin. Mana farqi ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu ham yengilligi ham yengil ham yumshoq bo'ladi, mana bu qattiqroq. Qattiq bo'lgandan keyin mashina o'zini ushlab bera oladi. Ushlab beradi. Shundan sababi orqa purjani. Keyin bular qo'yishda gradusi ham bor degandingiz, o'zi siri bor degandingiz. Boshqalar qo'yibdi. Hozir velkani yechib olamiz, velkani yechgandan keyin ko'rsatib beramiz unisini, gradusini. Mana bu farqi bo'lyapti, mana bu orqaniki bu. Purjina. Orqa purjina bo'lyapti. Orqa purjina juda bo'lsa mayda bo'lgani uchun juda otib qoladi bunga. Otmaydigan qilib purjinalarni almashtirib. Qanaqa qo'yamiz purjina? Bormi bizda? Bor, purjinalarni hammasi bor. Xo'p, hozir purjina bo'yicha ko'p savol borda. Aytibdi, Koboltni boshqani qo'ysak cho'kib qoladi debdi. Yoki shunaqa narsa bo'ladi debdi-da. Hozir tushuntirib beraman. Hozir do'stlar, podrobniy hamma narsani bilib olsak, shunga qarab ish qilaveramiz. Orqa rezinka. Mana bunga purjina ichiga kiradi. Purjina kiradi. Mana bu purjina kirganda juda yumshoq. Juda yumshoq bo'lyapti. Juda yumshoq bo'lgani uchun bular ichiga kirib ketadi, ham to'kib qoladi, ham chapga o'ngga o'ynaganda. Ha, rezinka o'ynaydi. Hech qachon alyumin qo'yib beramiz, bu alyumin o'ynamaydi. ha, tagiga alyumin qo'yiladi. Tagiga alyumin qo'yib beradi, bu alyumin chapga buriladimi, o'ngga buriladimi, otadimi, hech qachon o'ynamaydi bu. Lekin bu rezinka o'ynab ketaveradi, o'tirib ketaveradi. Shuni hisobiga cho'kadi yoki o'ynab qoladi deydi. Ha, shunaqa. Chunki mana bu juda qalin bo'lgan. Endi qarang. Qalin narsa mana shuncha kirib ketgan ichiga. Kirib ketgan bo'lgani uchun cho'kib qoladi, suzib qoladi, lekin mana bu alyumin kirmaydi hech qachon. Tushunarli. Mana bu purjinaga keladi. Purjinalari. Qo'lsa mana bunda qo'lsa katta. Qo'lsa katta bo'lgani uchun o'ziga yutoladi bu. Mana bu purjina o'ziga yutolmaydi. Chunki juda mayda bu, juda ingichka. Tushunarli. Hozir